Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli, nurli, barakatli tong. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda kim xuftonni jamoat bilan o'qisa, tunni yarmini ibodat bilan o'tkazgan bilan barobar dedilar. Kimki bomdodni jamoat bilan o'qisa, to'liq tunni ibodat bilan o'tkazgan bilan barobar dedilar hadisda. Tahajjud o'qiolmayotgan odamlarni diqqatiga. Kechasi tahajjud o'qiolmayapsizmi? Xuftonni jamoat bilan o'qing. Ertalab bomdodni jamoat bilan o'qing. Qarabsizki, kechasi bilan ibodat qilganning savobiga erishasiz inshaalloh. Va bomdoddan keyin tongi zikrlar, albatta namozdan keyin. Zikrlar insonni suv bilan havoday kerak narsa. Bunday qilib yurib zikr qilib qo'ysangiz, yana ham zo'r bo'ladi. Chunki ertalab yurishlik odamda taniga ham, salomatligiga ham o'ta foyda narsa. Tun uzoq bo'lsa ham tahajjud o'qiolmayotgan odamlarga eslatardik. Xuftonni jamoat bilan o'qib olamiz va bomdodni jamoat bilan o'qib olamiz. Tuni bilan ibodat qil degan savobni olamiz.